Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz biznes modellar haqida bo'ladi. Biznes model nima deb so'raydigan bo'lsak, bu ko'pchilik biznes model deganda birinchidan bu kompaniyani yo biznesda qanaqa qilib pul topishini tushunsa, ikkinchidan bu biznes model bu bitta qog'ozda sxema, chizma, ya'ni o'sha chizmaga qarab turib, kompaniya qanaqa ishlaydi, uni mijozlari kim, uni partnyorlari kim, uni sotadigan narsasi nima yoki servisi nima, shuni hammasini tushunsa bo'ladigan bir sxema deb qarashimiz mumkin. Biznes modellar turli xil bo'ladi va biznes modellarni hali hammasi o'ylab topilmagan. Ya'ni siz ham yangi biznes model o'ylab topishingiz mumkin. Dunyoda hozir internet rivojlanishi va globalizatsiya natijasida juda ko'p yangi biznes modellar paydo bo'lyapti. Masalan, blokcheynni kirish asosida yangi biznes modellar paydo bo'lyapti yoki bo'lmasam internet texnologiyalari rivojlanishi, mobil telefonlarning rivojlanishi, biometrik texnologiyalar rivojlanishi natijasida yangi biznes modellar paydo bo'lyapti. Bu biznes modellarning yangi paydo bo'lishi nimaga paydo bo'ladi? Masalan, qanaqadir biznes narsani sotayotganda, o'zini do'konidan sotayotgan bo'lsa, keyingisi kelyaptiki, shu narsani uyingga yetkazib beraman deyapti. Uchinchisi kelyaptida, bular bilan konkurensiya qilish uchun uyingga yetkazib beraman, pulini bir haftadan keyin olaman deyapti. To'rtinchisi kelyaptida, masanga uyingga yetkazib beraman, bir haftadan keyin pulingni olaman va senga bir ko'p savdo qilsang, skidkalar yana beraman deyapti. Bular hammasi yangi biznes modellar. Ya'ni masalan, hozir O'zbekistonda shu juda rivojlanayotgan bir sohalardan biri elektron tijoratga ham qaraydigan bo'lsak, elektron tijorat ham bu o'zgacha bir biznes model, ya'ni klassik modellar o'zgargan bir holati. Endi biznes modellar to'g'risida gaplashayotganda misolni keltirib ko'rsak, masalan, Alibaba, ko'pchiliklar bilasizlar. Alibaba bu Xitoyning eng katta kompaniyalaridan biri va bular elektron tijorat bilan shug'ullanadi. Bu holding kompaniya, bular elektron tijorat bilan shug'ullanadi. Fintech, ya'ni moliyaviy texnologiyalar bilan shug'ullanadi. Alibaba sayti birinchi paydo bo'lganda bu B2B marketplace bo'lgan, ya'ni biznesdan biznesga narsa sotgan. Ya'ni sizni biznesingiz bo'lsa, masalan, siz stanok kerak bo'lsa yoki bo'lmasam biznesingiz uchun agar sizda kafe, restoran bo'lsa, o'sha plastik stakanlar, krujkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Alibabaga kirib Xitoydan zakaz qilsangiz bo'lardi. Hozir nafaqat Xitoydan, butun dunyodan zakaz qilsa bo'ladi. Asosan lekin shu mahsulotlar Xitoyda joylashgan. Va bizneslar kirib boshqa bizneslardan Alibaba marketplace orqali xarid qilgan. Keyin Alibaba qaradi, B2B ni yaxshi qoplaganini va keyingi kirgan segmentda bu AliExpress bo'ldi. Bundan tashqari Taobao bor o'zida, yana boshqa bir qancha servislar bor. AliExpress bu dunyo bo'ylab B2C savdo, ya'ni agar Alibabaga kirsangiz, qanaqadir bir tovarni ko'rsangiz, masalan, aytaylik, mana shunaqa mikrofon olmoqchisiz. Mana shu mikrofonni B2B olayotganingizda kamida 10 ta yoki 20 ta olishingiz kerak bo'lsa, AliExpressga kirib bir dona ham olsangiz bo'ladi va bular global yetkazib berishni boshladi. Ya'ni bu B2C degani business to customer. Ya'ni o'sha biznesni oxirgi klientga, mijozga sotish texnologiyasi. Mana shu biznes modelni qo'llashdi. Keyingi misol bu Airbnb. Airbnb keldi, bitta mehmonxona bo'lmasdan turib eng katta mehmonxonalar kompaniyasiga aylandi. Masalan, undan oldin biz bilamiz Intercontinental mehmonxonalari, Hyatt mehmonxonalari tarmog'i yoki bo'lmasam yana bir boshqa mehmonxonalar tarmoqlari, katta tarmoqlari bor. Airbnb qilgan modeli bu C2C, ya'ni odamlardan olib joyga, odamlarning uyini foydalanib, o'sha uyni boshqa odamlarga ijaraga beryapti. Bu model C2C deyiladi. Endi sizlarda shunda savol bo'lishi mumkin. Bu narsani masalan OLX ham qilyapti-ku deyishinglar mumkin. OLX bilan Airbnb ning nima farqi bor? OLXga kirsanglar ham sizlar kvartiralarni ko'rsanglar bo'ladi, arendaga berilayotganini ko'rsanglar bo'ladi yoki uylarni arendaga berilayotganini ko'rsanglar bo'ladi. Lekin Airbnb ning qilayotgan texnologiyasi, OLX biznes modeli classifieds deydi, ya'ni bu shu e'lonlar doskasi. Airbnb ni qilayotgan narsasi bu marketplace, bu C2C marketplace. Nima farqi bor bularning?
Airbnb'ga kirib siz biror bir xonani olsangiz, u aniq standartlar bilan belgilangan, narxlari belgilangan, narxlari aniq. Sizda shu narxlarda, shu vaqtda, shu xonani yoki bo'lmasam shu uyni ijaraga olishingizni Airbnb ta'minlaydi va Airbnb o'zini ma'lum bir qoidalar yuritadi. OLXda bo'lsa-chi, OLXda kirganingizda siz biror bir kvartirani yoki bo'lmasam uyni ijaraga olmoqchi bo'lsangiz, faqat telefonini olasiz ularni. Telefonda o'zingiz kelishib olasiz. Ertaga biror bir muammo bo'ladigan bo'lsa, OLXga telefon qilib yoki OLX xizmatiga yozib, siz ularga masalan shunaqangi bir muammo bo'lganini, pulingizni qaytarib olish imkonlari bo'lmaydi. Airbnb'da bo'lsa, o'rtada Airbnb o'sha platformasi, kompaniyasi garant sifatida turadi va shuning uchun Airbnb berilgan biznes modelni qaranglar, berilgan uyni o'sha ijara narxidan 10-15% oladi. OLX bo'lsa, berilgan uyni narxidan, ijara narxidan foiz olmaydi, faqat e'lon yozgani, yopishtirganish uchun, shu yerda joylashtirgani uchun e'lon joylashtirish narxini oladi. Bu kichkina narx bo'lishi mumkin. Bu yerda masalan siz $500 ga agar kvartira arendaga olsangiz, 15%, $75 to'lasangiz Airbnb'ga, bu yerda $500 ga berasizmi, $1000 ga berasizmi, $50 ga berasizmi, siz to'laydigan pulingiz masalan $1 yoki bo'lmasam 50 sent bo'lishi mumkin. Farqi shunda. Shuning uchun Airbnb standartlar o'rnatib va shu sizni bir qanaqadir ma'lum bir standartlarda sifatga javob beradigan joy olishingiz uchun ta'minlagani uchun sizdan shuncha pul oladi. Keyingi bitta yana biznes modellardan bittasi bu Tesla kompaniyasining biznes modeli. Tesla kompaniyasi masalan ko'pchilik o'ylaydi, mashina ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bu avtomobil sotgandan pul qiladi. Ya'ni avtomobil ishlab chiqarish narxi masalan aytaylik, Tesla eng boshlanish pozitsiyasi masalan $40,000 bo'lsa, $25,000 ga agar avtomobil ishlab chiqarish tutsa, $15,000 ga sotsa uni, o'shandan pul qiladi deb o'ylaydi. Lekin kattaroq biznes modellarini juda keng ko'radi. Faqat bitta monetizatsiya instrumentini emas, bir qancha ko'radi. Ya'ni Tesla'ni biznes modelini qaraydigan bo'lsangiz, ularda birinchisi masalan avtomobillardan ishlab chiqarishdan tushadigan pul. Ikkinchisi avtomobil o'sha zaryad qilish stansiyalarini Tesla'ni o'zi o'rnatadi. Tesla'ni dunyo bo'ylab hozir taxminan 500 mingga yaqin o'sha zaryad stansiyalari o'rnatilgan. Bu zaryad stansiyalari tokni quyoshdan oladi va quyoshdan olgandan keyin ko'pi lokal tarmoqqa bog'lanmagan. Ya'ni lokal elektr tarmog'iga bog'langan stansiyalar ham bor, lekin asosiy qismi bu quyoshdan oladi energiyani. Shuning uchun tokki quyoshdan olib, ya'ni quyoshdan olingan tokki o'zini mijozlariga sotadi. O'zini mijozlariga ham o'zi o'rnatgan narxda sotadi. U shahar elektr tarmoqlari narxida emas, ya'ni balandroq narxda sotadi. Undan tashqari, masalan, Tesla avtomobili olganingizdan keyin unda musiqa yoqish yoki bo'lmasa ma'lum bir dasturlarni ishlatish uchun siz premium account sotib olishingiz kerak. Premium accountga $9.99. Agar misol uchun siz Angliyada olgan bo'lsangiz, 9 funt 99 sent pul to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu nima degani? Demak, har bir mashina, asosan har bir mashinaga bu premium account bir Tesla'ni o'zini bir ochish uchun juda muhim kerak bo'ladi. Ular hammasi o'rtacha $10 dan oyga to'laydi. Hozir masalan yiliga 500 mingta Tesla ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, keling mana shuni 400 mingtasi to'lasa ham, 400 mingtasi $10 dan to'lasa ham, bu $4 million yiliga abon plata faqat mana shu ishlatishda. Undan tashqari Tesla yana sotganidan keyin ma'lum bir funksiyalarni aktivatsiya qilish uchun pul oladi. Masalan, sizni o'rindiqlaringizda isitish spirallari bo'ladi. Bu isitish spirallarini siz olganingizda hali aktivatsiya qilinmagan bo'ladi va aktivatsiya qilish uchun yana qo'shimcha $300 to'lashingiz kerak. Qo'shimcha $300 to'lasangiz, sizda bor spiral ishlashni boshlaydi. Ungacha ishlamaydi. Demak, biznes modelida bitta sotganda pul emas, balki keyin ham qo'shimcha servislar sotish va qo'shimcha funksiyalarni sotishdan ham pul qilish mumkin ekan. Undan tashqari, atrofda infrastruktura qurishdan ham. Masalan, Tesla kompaniyasi o'sha o'zi qo'yayotgan zaryad stansiyalarini o'zi ishlab chiqaradi.
Undan tashqari u zaryad stansiyalari kerak bo'ladigan e, quyosh panellarini va batareyalarni ham o'zi ishlab chiqaradi. Ya'ni batareyani ham o'zi ishlab chiqaradi, panellarni ham Solar X kompaniyasi orqali o'zi ishlab chiqaradi va bular shu orqali butun siklni yoqyapti. Ya'ni tokka tashqariga muhtoj emas. Undan tashqari hozir Tesla Starlink kompaniyasini ishga tushirdi. Starlink o'zini mashinalari uchun internet kerak bo'lganda ular shu lokal internet tarmoqlaridan foydalanardi yoki mobil internet tarmoqlaridan. Bundan ham mustaqil bo'lish uchun o'zini Starlink tarmog'ini ishga tushirdi. Kelajakda shu Tesla mashinalari internet kerak bo'lganda ixtiyoriy joyda, siz Afrikada bo'lasizmi, Yevropada bo'lasizmi, global sizda mashinangizda shu Starlink o'zini interneti bo'ladi. Bu ham o'sha Tesla kompaniyasi o'zini sotgan mijozdan har oyda ko'proq pul olishi imkonini beryapti. Ya'ni bu biznes model hammasi bitta amalga oshmaydi. Ya'ni biznes model qilayotganingizda siz birinchi kelayotgan 2 yil, 3 yilda qanaqa pul topasiz, keyinchalik mijozlaringiz ko'paygandan keyin qanaqa qo'shimcha monetizatsiya qila olasiz, bularni hammasini ko'rsatib o'tasiz. Hali bu anaqaga to'xtab o'tamiz. Qanaqa qilib biznes model kartalarini qilish va biznes model kartalarida shu kelayotgan tushumlarni ko'rsatishi. Keyingi biznes modellardan bittasi bu subscription, ya'ni abon plata orqali sotish. Netflix bunga juda yaqqol misol. Masalan, O'zbekistonda ham bunaqa misollar bor. Masalan, ITV yoki bo'lmasam Allplay kompaniyalari nima qiladi bu biznes modelda? Siz kontent yig'asiz, siz o'zingiz sotib olasiz kontentni yoki bo'lmasam sotib olmasangiz ham bo'ladi. Revenue sharing degan model bor. Revenue sharing deganda foydani bo'lishish. Masalan, siz O'zbekistonda agar original kontentingiz bo'lsa, uni ITV platformasiga qo'ysangiz, ITV har bir ko'rilgandan qanaqadir pul sizga beradi. Yoki bo'lmasam YouTube ham shunaqa qiladi. YouTube'da agar siz qanaqadir bir qiziqarli kontent qo'ysangiz, u kontent juda mashhur bo'lsa va unda reklamadan pul tushsa, shu reklamadan tushgan pulni bir qismini YouTube siz bilan bo'lishadi. Netflix modeli bo'lsa, subscription, ya'ni abon plata. Siz masalan oyiga Netflix'ni eng arzon tarifida $9.99 to'laysiz. Hatto undan ham arzon $7.99 adashmasam va Netflix'ni bitta yoki ikkita qurilmada HD sifatida ko'rishingiz mumkin. Endi siz ko'proq qurilmada ko'rmoqchisiz, bitta akkaunt bilan va sifatliroq ko'rmoqchi bo'lsangiz, unda siz Netflix'ni premium akkauntini sotib olishingiz kerak. Netflix'ni premium akkaunti nisbatan qimmatroq bo'ladi va Netflix akkauntida o'sha Torka ko'ra olasiz qimmatroq akkauntida. Ya'ni sizni arzon tarifdan boshlab bular qimmatroq tarifga olib o'tishga harakat qiladi. Va butun biznes modeli shunday qurilganki, odamlar o'sha o'rganib qolsa Netflixdan video ko'rishga yoki bo'lmasam kontent ko'rishga, ular bir marta ulanadi va bu ulangan abon tarifini o'chirmaydi va yillar davomida har bitta olib kelgan klienti ular bilan uzoq yashab ko'p pul olib keladi degan modelda qurilgan. Endi o'zimizning o'sha kompaniyalardan misol MyTaxi. MyTaxining modeli, biznes modeli biz ikkita tomonni o'ylaymiz. Biz B2C, asosan B2C marketplace'imiz, ride hailing deydi bu konsepsiyani dunyoda. Ride hailing ya'ni o'zbek tilida desa taksi. Bize mijozlarni avtomobil kerak bo'lgan yoki biror nuqtadan boshqa nuqtaga bormoqchi bo'lgan mijozlarni haydovchilar bilan ulaymiz va ulaganimiz natijasida biza ma'lum bir standartlarda o'sha mijozga servis ko'rsatamiz va ma'lum bir standartlarda haydovchiga servis ko'rsatamiz. Haydovchiga aytamizki, senga biza o'sha programma hisoblab bergan narxda mijozdan pul olib beramiz deymiz. Mijozga aytamiz, senga bizi belgilangan standartlarda, masalan ekonom klass, komfort klass mashina kelib, sen aytgan joyingga olib borib qo'yadi. Agar olib borib qo'ymasa, masalan pulingni qaytarib beramiz degan garantiyalab beramiz. Va buning natijasida biz ikkita tomonni ulaymiz. Mijoz bizni ko'rsatgan tarif bo'yicha pul to'laydi va bu tarifda to'lagandan keyin haydovchi bizga bizning xizmat haqqimizni o'sha foizda shu butun taksi narxidan biror bir foizini o'tkazib beradi. Va
buni natijasida shu MyTaxi biznes modeli ishlaydi. Ya'ni bizga mijoz to'g'ridan to'g'ri to'lamaydi. Ya'ni bizani mijozimiz bu haydovchi. Haydovchi bizga to'laydi. Biza ikkita tomonni tutashtirib beramiz. Endi bu marketplace bizneslarda farqi bor. Masalan Airbnb marketplace, Airbnb marketplaceligi bu uylarni qo'yib qo'yadi va uy egalari bilan mijozlarni ulaydi. Va MyTaxi ham marketplace. Nima farqi bor desangiz, mana ikkita marketplace'da MyTaxi real time marketplace. Real time deganimizda biz sekund va millisekundlarda ikkita tomonni ulashimiz kerak. Masalan, mijoz mashina hozir kerak deb qidirishni boshlaganda, shu vaqtda haydovchi qabul qilishi kerak. Ya'ni ikkita tomon bir sekundlar orasida gaplashishi kerak. Airbnb'da bo'lsa, bunaqangi tezlik shart emas. Masalan, mijoz kechqurun ham o'sha xonani ijaraga olishi mumkin. Kunduzi turib, masalan, uy egasi uni tasdiqlashi mumkin. Ya'ni bu real time ishlashi shart emas. Va real time ishlaydigan marketplace'larda, masalan, MyTaxi'ga o'xshagan marketplace'larda yoki bo'lmasa bizda Express24 ga o'xshaydigan marketplace'larda ikkita tomonda talab taklifi shu marketplace egasi ta'minlab berishi kerak. Ya'ni mijozda ko'p bo'lganda haydovchilarni ko'paytirib berishimiz kerak biza o'sha taksi tomonidan, haydovchilar ko'payganda bular mijozsiz qolib ketmaslik uchun mijoz tomonni ko'paytirib berishimiz kerak. Va bu ikkita tomonni boshqarishimiz kerak. Mana shu bu shu real time emas marketplace'ga nisbatan qiyinroq vazifani bajaradi real time marketplace'lar. Yana bir boshqa biznes modellarimizdan bittasi, bu kompaniyalarimizdan biri Workly. Workly'da bu SaaS biznes modeli. SaaS bu software as a service deyiladi. Ya'ni dasturiy ta'minotni biz servis ko'rinishida beramiz va foydalanadigan mijozlar shu dasturiy ta'minotga oyma-oy pul to'lashadi. Masalan, Workly dasturini qanaqadir 10 ta ishchisi bor kompaniya agar o'ziga sotib olsa, aytaylik, bu dasturni bitta mijozga, bitta ishchiga bir oyga to'lovi 12 ming so'm bo'lsa, masalan, 10 ta ishchili kompaniya uchun 120 ming so'm bo'lsa, bu aytaylik bir oyga. O'ziga sotib oladigan bo'lsa, bu 15 million turishi mumkin. 15 million bittada pulni muzlatib dastur sotib olgandan ko'ra, oyma-oy, masalan, 120 ming so'm, 200 ming so'm to'lagan ancha qulay kompaniyalar uchun. Va bu modelda masalan ko'p CRM yechim решениялар, ya'ni CRM dasturlar shunaqa ishlaydi yoki bo'lmasam onlayn buxgalteriya dasturlari shunaqa ishlaydi. Ya'ni siz dasturni sotib olmaysiz, balki oyma-oy ishlatganingizga pul to'lab borasiz. Endi shu biznes modellarni sanaydigan bo'lsak, bu eng oddiy biznes model, bu to'g'ridan to'g'ri sotish. Ya'ni do'kon oddiy. Kiryapsiz, bitta odam boshqa odamga to'g'ridan to'g'ri sotadi. Bu eng sodda biza keng tarqalgan biznes modellardan bittasi. Ya'ni sotyapsiz, sotayotganingizda ustida qanaqadir bir foydangiz bor o'zingizda. Bu eng sodda biznes modellardan bittasi. Va eng keng tarqalgan biznes modellardan. Ikkinchisi tranzaksiyadan pul ishlash. Ya'ni sotuv bo'lyapti va siz shu bo'layotgan sotuvda yoki bo'lmasam pul o'tishida bir qanaqadir kichkina foiz ishlayapsiz. Ya'ni bu Paynet yoki Payme kompaniyalarini biznes modeli deb aytsak bo'ladi. Keyingi biznes modellardan bittasi bu reklamadan pul ishlash. Ya'ni masalan Kun.uz sayti yoki bo'lmasam Gazeta.uz sayti yoki bo'lmasam M-Factor mana videolari bor. Bularni asosiy qiladigan monetizatsiyasi, ya'ni pul ishlash yo'li bu reklama joylashtirishdan ishlaydi. Masalan, Kun.uz asosiy daromad manbai bu PR maqolalar ham bo'lishi mumkin, qanaqadir ma'noda. Lekin asosan shu banner reklamalari yoki bo'lmasam o'zini shu auditoriyaga yig'ib olgandan keyin shu auditoriyaga reklama berish orqali shu reklamadan pul ishlaydi. Keyingi biznes model bu obunadan pul ishlash. Buni mana shu subscription deydi ingliz tilida. Ya'ni siz obuna bo'lib biror bir servisga oyma-oy pul to'laysiz. Gmail masalan obunadan pul ishlash modeliga to'g'ri keladi. Gmailda ko'pchilik tekin versiyasidan foydalanishi mumkin, lekin pochtangiz kengaygan sari joy sotib olasiz. Yoki bo'lmasam biznesingizda masalan bir qancha Gmail akkauntlar bo'lsa, uni Gmailda shu biznes uchun mo'ljallangan Gmail versiyasiga o'tasiz va obuna pul to'laysiz. Yoki bo'lmasam mobil aloqa operatorlari, bular ham hammasi obunadan pul ishlash modelida ishlashadi.
Keyingi biznes modellaridan biri bu kanallar orqali sotish, ya'ni distribyutorlar, dillerlar. Distribyutorlar, dillerlar, masalan, Coca-Cola kompaniyasi. Coca-Cola kompaniyasi to'g'ridan-to'g'ri mijozga sotmaydi. O'zini dillerlar va distribyutorlar orqali sotadi. Distribyutorlarga pul to'layotgan o'sha ishlab chiqaruvchi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam ishlab chiqaruvchi ma'lum bir narxda berib, tovarni aytishi mumkin distribyutorga shuncha foizdan ko'p qo'ymagan, masalan, yoki shunaqangi narxdan ko'p bo'lmagan foydani qo'yib tarqatgan deb o'zi chegaralar berishi mumkin yoki chegara ham bermasligi mumkin. Faqat tovarni beradi, masalan, xohlagan narxingda sotib o'rgin deb masalan beradi. Masalan, shuni orqali distribyutorlar birov boshqa kompaniya ishlab chiqarayotgan mahsulotni olib, qanaqadir bir bozorda tarqatadi, uni pulini yig'adi va shu kompaniyaga to'laydi. Keyingi biznes model bu chakana sotish, retail deymiz. Ya'ni chakana sotish, masalan, biz biladigan Korzinka, supermarketlar tarmog'i, Makro yoki bo'lmasam Havas, bular chakana savdo markazlari yoki bo'lmasam Media Park. Keyingi biznes modellardan bittasi bu on demand, ya'ni o'sha talab bo'lganda taklif berish. Ya'ni bu MyTaxi, Uber, Lebazar kompaniyalari shu modelda ishlaydi. Ya'ni siz buyurtma bersangiz, o'sha kerak bo'lgan vaqtda sizga taklif berishadi yoki kerak bo'lgan vaqtda sizga o'sha xizmatni taklif qilishadi. Keyingi yana biznes model bu mahsulot tekin, lekin servislar pullik. Bu freemium modeli. Sizga mahsulotni tekinga berishadi, ishlatishni boshlaysiz va qanaqadir funksiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, sotib olishni boshlaysiz. Masalan, ko'p App Store yoki Google Play degan o'yinlar shunaqa qurilgan. Ya'ni siz olasiz, o'ynashni boshlaysiz, keyingi etaplarga o'tishingiz yoki bo'lmasam keyingi qismlarni ochishingiz uchun pul talab qiladi. Siz buni o'ynab, yoqib qolgandan keyin arzimagan pul ekan deb keyin sotib olishingiz mumkin. Demak, bunaqa modelga yana Dropbox va LinkedIn ham kiradi. Masalan, Dropboxda ham siz ishlatishni boshlaganingizda 2 gigabaytgacha tekin joy beradi. Siz o'rganib, fayllaringizni hammasini joylab bo'lganingizdan keyin ertaga shu 2 gigabayt joy yetmay qolsa, qo'shimcha qismini sotib olasiz. Yoki bo'lmasam LinkedInda ham kirganingizdan keyin professional profil yarataman desangiz, uni sotib olishingiz kerak. Ya'ni asosiy funksiyalarni tekinga beradi, lekin qo'shimcha kerak bo'ladigan professional funksiyalarni sotib olasiz. Hozir masalan Telegram ham shunaqa qildi. Telegramni o'zi tekin, premium bu model. Tekinga ishlataverasiz, lekin sizga qo'shimcha funksiyalar va qulayliklar kerak bo'ladigan bo'lsa va yulduzcha kerak bo'ladigan bo'lsa, unda shu $4 pul to'lashingiz kerak. $4.99 adashmasam pul to'lashingiz kerak oyiga va sizda premium account bo'ladi. Bu narsa yana kimga qo'shimcha plus beradi? Masalan, kimdir ajralib turmoqchi o'zini akkaunti bilan, ya'ni yulduzchalik akkaunt olmoqchi. Bular uchun ham bu $4.99 akkauntni olish qiziq bo'ladi.